Andijonda tug'ilmagan andijonlik. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Svetlana O'lmasovani taniysizmi? Endi yoshi kattalar bilishi mumkin, hozirgi yoshlar bilmaydi. Yengil atletika bo'yicha Yevropa, sobiq ittifoq, jahon chempioni, jahon kubogi sohibi Svetlana O'lmasova. U 1953-yilda Boshqirdistonda tug'ilgan. Bolaligidan yugurish bilan shug'ullangan. Endi maktabni bitirgan, lekin keyingi paytlarda ko'p kasal bo'ladigan bo'lgan. O'pkasi shamollab, qattiq kasal bo'lib, xullas uzoq vaqt davolanib yurgan. Shifokorlar uni yaxshilab tekshirgandan so'ng, bu yerdagi ob-havo butunlay to'g'ri kelmaydi. Sening kasalligingga birdan-bir davo issiq o'lka. O'sha yerga butunlay ko'chib ketsang, sog'ayib ketasan degan ekan. Shundan so'ng u texnikumni bitirgan. Texnikumni bitirgandan keyin Andijonga keladi. Taksimotorda dispetcherlik qiladi. Bu paytda 20 yoshda edi. Lekin unda bir yugurishga bo'lgan ishtiyoq so'nmaydi. Oxiri stadionga borib, murabbiy bilan uchrashadi. Uni qayta tekshirib ko'rib, yoshi katta bo'lib qolgan degan xulosaga ham keladi. Lekin sinovlar davom etadi. Oxiri murabbiyning ishonchini oqlaydi. Qator g'alabalarga erishadi. Sobiq ittifoqning bir qancha chempioni bo'ladi. 2 marta Yevropa chempioni, jahon kubogi sohibi, guruh bosqichida, guruhlar bilan birgalikda jahon chempioni ham bo'ladi. Yaxshi niyat o'yinlarida 2 ta kumush medalni qo'lga kiritadi. Afsuski 1980-yildagi Olimpiadada qatnasha olmaydi, chunki u 3000 metrga yugurish bo'yicha qatnashar edi. Bu narsa Olimpiadada yo'q ekan. Olimpiada medali bo'lmasa ham qolgan sohalarda uning qator oltin, kumush, bronza medallari bor. Lekin 90-yillarga kelganda bilamiz, mustaqillik bo'ldi, ajralish. Keyin u yana yurtiga ketadi. 2009-yilda 56 yoshida vafot etadi. Endi uning qilgan xizmatlarini biz yaxshi bilamiz. O'zbek yengil atletikasiga juda ham katta hissa qo'shgan. Ayniqsa andijonliklar uning nomi bilan faxrlanishadi. Alloh rahmat qilsin.